Soybean sauce, tinktura, potentilar, 5 oyda perfect body, ideal qomat. Ko'ramiz. Talking to the moon. Fill up the single turn up. Aslida bu ozish jarayoni asosida mana bu nastoyka yotadi. Bu xos panjani nastoykasi, korin bel lapchatki. Qalqonsimon bez butun organ sistemalariga, metabolizmga javobgar bo'lgani uchun asosiy semirish, soch to'kilishi, tana vazni ortib borishi sababchisi hisoblanadi. Bu qalqonsimon bez faoliyatini ko'payib ketsa kamaytiradi, kamayib ketsa ko'paytirib o'zini tabiiy ravishda tiklab beradi. Albatta tayyorlanishni ko'rsatib beraman. Qilib, yaqinlarga tarqatib, bitta like bosib qo'yasizlar. Uy sharoitida ishlatiladigan oddiy so'yisdan 1 choy qoshiq 100 ml oddiy ichimlik suviga solasiz va 1 choy qoshiq nastoyka g'oz panja nastoykasidan solib, aralashtirib, ertalab och qoringa ichib yursangiz bo'ldi. Unutmanglar, tana bilan ruhni tabiat bog'lab turadi. O'zinglarni ehtiyot qiling. Siz bilan doktor Kamilov, e'tiborchi rahmat.